hurmatli tadbirkorlar, Agrobank Nishon filialining navbatdagi tadbirkorlardan uchrashuvini boshlaymiz. Hozir har bitta tadbirkor o'zini murojaati bo'yicha nima murojaat qilyapti, kredit kerakmi, nima bankdan murojaat bo'lsa, bitta aytasizlar, o'shani yozib olib ijrosini ta'minlash bo'yicha harakat qilamiz. Ruxsat bersangiz boshlaymiz. Birinchi tadbirkorimiz. Assalomu alaykum. Hurmatli konferensiya. Biz prezidentimiz qarori bo'yicha 312-sonli qaror bo'yicha chorvachilik yo'nalishida kredit olmoqchimiz. Korxonamiz Mashhad Nishon servis MChJ. Hozirgi kunda shu korxonaning buxgalteriman, korxona rahbari Mirzayev Sanjar hozir yo'lda bo'lib qolganligi sababli, biroz kechikkanligi sababli yig'ilishga men qatnashyapman. Bu murojaatingiz nima? Chorvaga kredit olmoqchisiz, to'g'rimi? Shunaqa. 312-qaror bo'yicha 100 million so'm sug'urta kafolat. Shunday sug'urta kafolat. Buni hozir sizda chorva qilishga sharoit bor. Chorva qilishga korxonamizning balansida, pastchi balansida fermaxona bor, qo'yxona, yaylovimiz yetarli. Yer maydoni ham yetarli. Oymoy ertaga chorvani qilgandan keyin oymoy kreditlarni, foizlarini ular bilan tanishganmiz. Tanishib chiqqanmiz hammasidan. Imkoniyat yetadi. Yetarli. Mashhad Nishon Agrotech servis emish, shuni ham. O'rganib chiqamiz hujjatlarda. Kamchiliklarni to'g'rilab berasiz. Kredit ajratish chorasini ko'ramiz. 3 kun ichida ishlaymiz. Siz chorva? Men ham shu chorva bilan shug'ullanishib maqsadida sizlardan kredit olaman. Olaman dedi. Qayerda yashaysiz? Nurdachada, Janub Mashhad. Janub Mashhad mefida. Necha pul kredit olmoqchisiz? Men hozir 17 million deyishyapti. 17 million. Sug'urta kafolatini olmoqchisiz. Sharoit bor edi. Ism familiyangiz kim? Shohmahmadova Sonya. Hujjatlaringizni berasiz. Bizni xodimlar sizni hujjatlaringiz bilan ishlab, o'sha talab etiladigan hujjatlarni hammasini bersangiz o'rganadida kreditingiz masalasini yechib beramiz. Rahmat. 17 million. Biznesga birinchi qadam emas. Men ham shu O'zingizni tanishtiring-da siz. O'ral Shuhrat, Nishon tumani Paxsa qishlog'idan. Paxtazordan. Shunday Paxtazordan. Chorvachilikda shug'ullanish maqsadida 17 million kredit sug'urtasini olmoqchiman. Uyda sharoit bormi? Albatta bor. O'zingiz uyda tadbirkorlik qilmoqchisiz, to'g'rimi? Shunday. Hujjatlar olasizmi, yo'qmi? Sigir. Mayda mol olmoqchiman. Aynan. Hujjatlaringiz olib kelgansiz? Topshirdim, ko'rib chiqdim. Bo'ldi, hozir o'rganadi, buni ham yozib oldik. Bir kun, 2 kun ichida masalasini yechamiz. Cho'rnida masalan hech qanday cho'rniga tushgan, oldin kredit olib yopmay. Yo'q, konditsioner bor, uni vaqtida to'lab bergan. O'tiring. Assalomu alaykum. Nishon tumani Paxta fuqarolardan Kazak Botir bo'laman. Kredit olmoqchi edim. Chorva xo'jaligi bo'yicha. Uyga chorva qilmoqchisiz, to'g'rimi? Yetarli sharoit bor. Bor. Siz ham hujjatlarni taxlagansiz, ha? Taxlangan. 17 million so'm. Bu sizligini ham ko'rib chiqarib shundan. Savol bor, hokim yordamchisi, mahalla agenti borib o'rgandimi sizlar? O'rgandim. O'z loyiha bo'yicha kreditlardan olish bo'yicha. Keyingisi. Men o'zimdan Janub Mashhaddan mana shu chorvaga olyapman. Janub Mashhadning qaysi sarosida turasiz? Nurdacham, Shamdacham. Nurdacha. Mana bu 9-safhada o'tganingizda. Yetmas. Kim familiyasiz? Bo'yibasi qizlar. 17 millionmi? Ha. Ham chorva. Bo'ldi, sizligini ham ko'ramiz. Bo'ldimi? Buni